Assalomu alaykum. Kelayotgan dam olish kuni nima ovqat qilsamikin deb o'ylab turgan bo'lsangiz, yaqinlaringizni hayron qoldiradigan, go'shtlari yumshoq, ko'rinishi ishtahochar, birinchi marta ovqat qilgan odam ham o'xshata oladigan retsept ko'rsataman. Birinchi bo'lib qassob akaga iltimos qilib, molli qovurg'ali qismini shunaqa kestirib olamiz. So'ng falgani ustiga pergament qog'oz qo'yib, yana ham sochni va tegiga olmasligi uchun piyoz, pomidorni taxlab olamiz. Ustidan go'shtimizni qo'yib, yana ham mazali chiqish uchun sarimsoq piyozni pari qilib to'rab, kashnich, murch, tuz, 100 mg eritilgan sariyog', rozmarin solib, yaxshilab aralashtirib, go'shtimizni masaj qilib, hamma yog'iga surtib chiqamiz. Tayyor go'shtimizni videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Shu kuni ko'proq mehmon kutayotgandik, shuning uchun mol go'shtini o'zim eng yaxshi ko'rgan kachalka qismini ham xuddi shunaqa tayyorlab qo'shib yubordim. Go'shtlarimizni duxovkada 200 gradusda 4-5 soat davomida pishirib olamiz. 1 soat turgandan so'ng ora-orada suv quyib tursanglar, go'sht kuyib ketishidan umuman xavotir olmasanglar ham bo'ladi, ham juda ham sochli chiqadi. Boya aytib o'tganimdek, mehmonlar kelayotganligi uchun rozmetov sifatli delikates mahsulotlarini kesib tayyorlab qo'ydim. Bu ovqatni o'zingiz yoqtirgan garnir bilan mehmonlarga tortsanglar bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek qilib suzib olib, tagida qolgan sariyog' maza sho'rvasini albatta ustiga quyib yeydi. Juda ham mazali bo'ladi. Videoni saqlab qo'yib, dam olish kunlari nima ovqat qilishni bilmayotgan yaqiningizga jo'natib qo'ying. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like aymasangiz xursand bo'laman. Dam olish kunlaringiz qiziqarli va chiroyli o'tsin.